Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz mərhum tarixçimiz Turg'un Almas Efendi yazgan Uyg'urlar degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Bugungi o'qiydigan tema G'ullar, Kushallar va Oq G'ullar davridagi O'rta Osiyo. Batur Tangriqut milodidan 177 yil burun g'arbga yurish qilib Kaspiy dengizining bo'yidan qaytib kelgandan keyin milodidan 176 yil burun Xan sulolasining podshohi Xan Vudiga yozgan maktubida mundaq degan: Lolan, ya'ni Kiroran, Uysun xonligi O'g'izlarni va ularning atrofidagi 26 xonlikni hukmronligim ostiga oldim. Shularning hammasi G'ullar davlati tarkibiga kirdi. O'qiya ko'tirgan xalqlarning hammasi bir oila bo'lib birlashdi. Yuqorida bayon qilganimizdek, Batur Tangriqut milodidan 177 yil burun Yettasu, O'rta Osiyo, G'arbiy Osiyodagi davlatlarni bo'ysundirgan. G'ullarning Tangriqutlari o'z territoriyasining g'arbiy qismidagi xonliklarni boshqarish uchun Batis xon deb ataladigan Hun xonini tayinlagan. G'ullarning Batis xonlarining ordisi Korla atrofida edi. Ular Tangriqutga vakolatdan O'rta Osiyo bilan G'arbiy Osiyoni boshqardi. G'ullarning O'rta Osiyoga bo'lgan hukmronligi nihoyat uzun davom qilgan. Bundaq hukmronlikning vaqtini milodidan 177 yil burungi chaqdan tartib, milodining 200-yillarigacha hisoblash mumkin. Kushallar davrida, ya'ni milodidan 50 yil burungi chaqdan tartib, milodining 420-yillarigacha hukm surgan bu vaqtda O'rta Osiyoning xeyli qismi ular tarafidan bo'ysundirilgan edi. Biz başta aytib o'tganimizdek, ulug' yovchilar qurgan Toxariston davlati 5 Yabg'u tarafidan boshqarilgan 5 xonlikqa bo'lingan. Bular tuvandikicha: 1. Vahan Yabg'usi, Afg'onistonning sharqiy shimolida. 2. Mastuch Yabg'usi, Shimoliy Pokistondagi Mastuch. 3. Kushan Yabg'usi, Vahanning g'arbida. 4. Farvon Yabg'usi, Kabulning shimolida. 5. Kabul Yabg'usi. Taxminan 100 yilcha hukm surgan milodidan 140 yil burungi chaqdan tartib, milodidan 50 yil burungi chaqgacha hukm surgan Toxariston davlati milodidan 50 yil burungi chaqdan boshlab birlashgan kuchli Kushan imperiyasi bo'lib qurilishga boshladi. Milodidan 50 yil burun Kushan Yabg'usi Fanishqa bir boshqa Yabg'ularni bo'ysundirib Kushan deb atilgan yernomi bilan tarixga yozilgan Kushan imperiyasiga asos soldi. U Parpiya bilan urush boshlab, Parpiya qo'shinlarini Hindukush tog'larining janubida Kabul rayoni atrofida tarmar qildi. Fanishqa bir urush orqali Parpiya territoriyasining bir qismini Kushan imperiyasiga qo'shib oldi. Taxminan 500 yil hukm surgan Kushan imperiyasining tarixini qisqacha qilib tuvandikicha bayon qilish mumkin. Qadifis. U milodining 40-yilidan 75-yillargacha imperator bo'lgan. Qadifis 2. U milodi 95-yildan 75-yilgacha imperator bo'lgan. Ularning imperatorlik vaqtida Kushallarning faoliyati asosan O'rta Osiyo territoriyasi bilan cheklangan edi. Qujula Qadifis bir vaqtida Kushan imperiyasining territoriyasi Xorazmi, Sug'diyanadan tortib Hindistongacha, Pamirdan Parpiyagacha so'zildi. Qadifis 2 Hindistonni Banarisgacha besib oldi. Kushallarning poytaxti Hindistonning g'arbiy shimolidagi Peshawur edi. Kushallar Fanishqa 2 va uning varislari davrida nihoyat kuchli bir davlat holiga keldi. Kushan imperiyasi Shahlar Shohi nomini olgan Fanishqa 2 davrida Osiyodagi eng kuchli va madaniyatli bir davlat sifatida dunyoga tunilgan edi. Kushan imperatori Fanishqa 2 milodining 89-yili Xan sulolasiga elchi avatib, Xan malikasiga o'ylanganligini bildirdi. Lekin podshoh Xan Xidi Eron bilan bo'lgan do'stlikqa daxl etishdan ansirab, Fanishqa 2ning talabini rad qilib, Kushan elchilarini qamoqqa oldi.
Bu vaqadan xabar topgan Fanishqa 2 milodining 90-yili 60 ming kishilik qo'shinni Pamir orqali Tarim vodisiga mangdirdi. Shu chaqda Xan sulolasining Qashqarda turishliq elchisi bo'lgan Ben Chao, Xotan Yarkent qatorliq Uyg'ur xalqlarining birlashma qo'shiniga yo'l ko'rsatib turdi. Bu qo'shinlar Kushan qo'shinlarini mag'lubiyatga uchratdi. Xan sulolasi milodining 103-yili G'arbiy Hullar, ya'ni Shimoliy Hullarning besim ishiltishi bilan Ben Chao'ni Qashqardan chaqirib olishga majbur bo'ldi. Buning orqasida Xan sulolasi bilan G'arb ellari orasidagi munosabat uzildi. Fanishqa 2 Tarim vodisidagi Uyg'ur xalqlari bilan maxfiy suhbatlar elib bordi. U milodining 120-yillari Xotan, Yarkent, Qashqar qatorliq xalqlarni Kushan imperiyasi tarkibiga qo'shib oldi. Fanishqa 2 davrida Kushanlar Sharq ellari bilanla emas, G'arb ellari bilanmi aloqa o'rnatgan. Milodining 99-yili Kushan elchilari Rimga berib, Rim imperiyasi bilan do'stona munosabat o'rnatdi. Kushan imperiyasining territoriyasi bo'lgan joylardan keyingi vaqtlarda nihoyat ko'p miqdorda Rim imperatori Biron vaqtidagi tangilarning tepilishimi shuni isbotlaydi. Kushanlar Rim bilanla emas, Sharqiy Yevropadagi boshqa davlatlar bilanmi aloqada bo'lgan. Kushanlar tarixining oxirgi davri haqida yetarli aniq ma'lumot yo'q. Ba'zi bir tarixiy ma'lumotlarga asoslanganda, milodining 3-asriga kelganda Kushanlar ojizlashishga boshlagan. Shu chaqda Kushan imperiyasining territoriyasi tariyib, O'rta Osiyo, Kabul vodisi, Kashmir, Hindistonning g'arbiy shimol qismi bilan cheklangan. Kushanlarning O'rta Osiyo bilan bo'lgan munosabati bara-bara suslashgan. Kushanlar davrining oxirida Xorazmi, Sug'diyona mustaqil bo'lib olgan. Ular Hindiston muhitida yashaganlikdan Kushan imperatorlari Hindi shohlariga aylangan. Kushanlar hindlarga assimilyatsiya bo'lib ketgan. Kushan imperiyasi davrida Sharq ellari bilan G'arb ellari orasida savdo ishlari nihoyat rivojlangan. Kushanlar G'arb madaniyati asosidagi mazmuni mo'l, yuksak bir madaniyatning yaralishida nihoyat cho'ng rol o'ynagan. Hozirgi O'zbekistonning Termiz shahriga yaqin bo'lgan Ayri Tam nomidagi Budda ibodatxonasining xarobasidan tepilgan chalg'uvchilarning toshdan yasalgan haykaldagi tasvirlar buni isbotlaydi. Kushan san'ati Hindiston madaniyatida, ya'ni Hindistondagi Takslar va Madara shaharlarining yodgorliklari, Uyg'ur madaniyatida, ya'ni Kucha va Qashqardan tepilgan haykallar va Sharqiy Yevropa madaniyatida Alonlar muhiti orqali cho'nqur iz qoldirgan. Kushan imperiyasi tarkibidagi xalqlar har xil tilda, ya'ni Turkiy, Fars, Hindi tillarida so'zlashgan. Xorazmi yeziqi, Qarushti yeziqi, bu yeziqlar Suriya yeziqi asosida meydon kelgan. Kushan yeziqi, bu yeziq Yunon yeziqi asosida meydon kelgan. Qatorliq yeziqlarni qo'llangan. Kushan imperiyasi tarkibidagi xalqlar otashparastlik, shamanizm, Manihay dinlariga e'tiqod qilgandan tashqari Budda diniga e'tiqod qilgan. O'rta Osiyo va Yatta suvdan tepilgan Budda ibodatxonalari buningga guvohlik beradi. Biz Kushan imperiyasining milodiy 420-yili Oq Hullar tarafidan yo'qotilganligini, Kushan imperiyasiga hukmronlik qilgan 9 imperatorning nomini bilish imkoniyatiga egamiz. Kushan imperiyasining imperatorlari nomlari, ularning imperatorlik taxtda o'tirgan yillari tuvandikidek. Bular hammasi milodidan burungi yillar. 1. Fanishqa 1 58-yildan 31-yilgacha 28 yil imperator bo'lgan. 2. Xivishqa milodidan burungi 31-yildan milodiy 10-yilgacha 40 yil imperator bo'lgan. Endi milodidan keyingi yillar. 3. Vasudeva 10-yildan 40-yilgacha 30 yil imperator bo'lgan. 4. Qujula Qadfis 1 40-yildan 75-yilgacha 35 yil imperator bo'lgan. 5. Vema Qadfis 2 75-yildan 98-yilgacha 32 yil imperator bo'lgan. 6. Vishqa 95-yildan 110-yilgacha 15 yil imperator bo'lgan. 7. Fanishqa 2
110-yildan 129-yilgacha, ya'ni ba'zi tarixiy ma'lumotlarda Fanishqa 2 milodining 78-yildan 123-yilgacha 45 yil imperator bo'lgan deyiladi. 8. Vasudeva 2. 9. Kitara. Kushan imperatorlarining nasab nomisini to'liq yozishga imkoniyat berilgan materiallar bugunga qadar texi to'liq tepilgani Kushan imperatorlarining nasab nomisini to'liq yozishga imkoniyat berilgan materiallar bugunga qadar texi to'liq tepilgani yo'q. Tepilganlari yuqorqidek. Kushan imperiyasi milodining 3-asrga kelganda ojizlab ketdi. Bu chaqda Eron Sasaniylar sulolasi milodidan 225-yildan 651-yilgacha hukm surgan. Shu vaqtlarda kuchayishga boshlab, ancha uzun o'tmayla Afg'onistonni besib oldi. 4-asrga kelganda Hindistondagi Gufta podshohligi kuchayib, Hindistonning g'arbiy shimol qismiga bo'lgan hukmronligini tiklab oldi. Kushanlar Hindukush tog'larining shimolidagi territoriyaga bo'lgan hukmronligini saqlab qoldi. Milodiy 5-asrning beshida Aral ko'lining sharqiy shimol tarafidan kelgan oq-g'ullar bakteriyani besib olib, Hindistonning g'arbiy shimol qismiga hujum qilib, Kushanlarning qoldiq kuchlarini yo'qotdi. Oq-g'ullar ulug' yovchilarning avlodi bo'lib, ularning chiroyi oq suzuk bo'lganligi uchun 6-asrda yashagan Sharqiy Roma tarixchisi Ferokofis ularni oq-g'ullar deb yozgan. 5-asrda yashagan Arman tarixchilari Kushanlar bilan iftalitlar, ya'ni oq-g'ullarni bir-biridan farq qilmaydi degan. Chunki Kushanlarmi oq-g'ullarmi ulug' yovchilardan edi. Buni Tang sulolasi yilnomasi iftalitlar haqida qissadagi ma'lumotni isbotlaydi. Yilnomada mundaq deyilgan: İftalitlar Xan sulolasi davridagi ulug' yovchilardan kelib chiqqan. Ba'zi bir sharq olimlarimi yuqoridagi qarashni quvvatlaydi, lekin shundoq bo'lishiga qaramay oq-g'ullarning kelib chiqishi to'g'risidagi bu masalani texmo ilgirlagan holda tadqiq qilish kerak. Oq-g'ullar O'rta Osiyodagi Xorazmi va Sug'diyonadagi hukmronligini chingdib olgandan keyin Kushanlarning Eron Sasaniylar sulolasiga tattirib qo'ygan territoriyasini ularning qo'lidan tortib olishga bel bog'ladi. Shu sababdan oq-g'ullar bilan Eron orasida nihoyat uzun so'zilgan urushlar boshlandi. Oq-g'ullarning tunji podshohi Oq Sivarxon bilan Eron Sasaniylar sulolasining shohinshohi Bahram Go'r orasida urush bo'ldi. Marviz Shah jahon yenida bo'lgan urushda Eron g'alaba qildi. Oq-g'ullar bilan Eron orasidagi chegara yani Talqan shahri qilib belgilandi. Oq Sivarxon milodining 457-yili Badaxshon, Tuxoriston, Chig'anyon, G'ozgan, Mo'rg'ab daryosining o'rta iqimida qatoriq yerlarni besib oldi. Eron Sasaniylar sulolasining shohinshohi Firuzning vaqtida oq-g'ullar bilan Eron orasida 3 qitim urush bo'ldi. Birinchi qitimliq urushda oq-g'ullarning podshohi Oq Sivarxon Firuzni tarmar qildi. Firuz oq-g'ullarga asirga tushdi. Lekin Firuz Eronning ittifoqdoshi Sharqiy Rim imperiyasining imperatori Zinon tarafidan oq-g'ullarga avatilgan o'lpon hisobiga asirlikdan qutulib qoldi. Shu urushdan keyin Eron Sasaniylar sulolasi oq-g'ullarga chegaradagi Talqan shahrini berish va Bahram Go'r vaqtida belgilangan chegaradan o'tmaslik majburiyati ustiga olgan bo'lsa-mu, bu majburiyatlar o'rindalmadi. Milodining 475-yili Firuz Sharqiy Rim imperiyasining Sasaniylar poytaxtida turishliq elchisi Ivsevning hamrohligida oq-g'ullarga qarshi urush boshladi. Bu qitimqi urushda Iftalanus qo'mondonligidagi oq-g'un qo'shinlari Eron qo'shinlarini tarmar qildi. Firuz asirga tushdi. Firuz asirlikdan qutulish uchun oq-g'ullarga kumush dinar bilan to'ldirilgan qoplar yuklangan 30 qichir berish majburiyatini ustiga oldi. Ammo Firuz 20 qichir kumush dinarni aron beraladi. Shunga u Qubat otliq o'g'ilni oq-g'ullarga go'raga qo'yib, xarajat to'lashga majbur bo'ldi. Firuz bunun bilanla to'xtab qolmasdan o'z singlaridan birini Iftalanusga yotliq qilib, oq-g'ullar bilan inoq o'tishga urindi. Ammo Firuz aldamchilik qilib, Iftalanusga o'z singlisini emas, balki boshqa bir yolg'on malikini yotliq qildi. Bundaq aldamchilikni o'z vaqtida sezgan Iftalanus Erondan kelgan harbiy mutaxassislarning bir qismini o'ldirishga va bir qismini urib nako qilib etish buyrug'ini berdi.
Aqullar Firuz bilan bo'lgan ikki qitimliq urushda g'alaba qilgandan keyin Eronni asosan qaram holga tushirib qo'ydi. Firuz ikki qitim og'ir mag'lubiyatga uchirgandan keyin, ya'ni Sharqiy Romaning yordamini ilib, milodining 484-yili Aqullarga qarshi 3-qitim urush boshladi. Firuz qo'mondonligidagi Eron qo'shinlari Aqullar territoriyasiga qadam qo'ygan hamon Iftalanusning o'rinlashtirishi bo'yicha oldin tayyorlab qo'yilgan usti niqoblangan cho'nqur o'raklarga tushib halok bo'ldi. Shu urushda Firuz va uning 7 o'g'limi o'ldi. Aqullar Marvi Shah Jahonni o'z ichiga olgan nurg'un joylarni besib olib, Eronga nihoyat og'ir siliq soldi. Yuqoridagi g'alabadan keyin Iftalanus Kabulni va Hindistonning Panjab vodisini besib oldi. Arqadilla Iftalanus Qaraqurumdan o'tib Xotan, Yarkand, Qashqar, Kucha qatorliq Uyg'ur xonliqlarini avarlarning qo'lidan tortib oldi. Iftalanusning vaqtida Aqullar davlatining territoriyasi ichiga O'rta Osiyo, ya'ni Tarim vodisining bir qismi buning ichida. Eronning sharqiy qismi, Hindistonning bir qismi kirdi. Eron Sasaniylar sulolasining shohinshohlari Qubat, u 484-yildan 530-yilgacha yashagan. Nushirvan, u 530dan 580gacha yashagan. Ularning vaqtida Eron Aqullarga siliq to'lab turdi. Eron milodining 459-yilidan boshlab 554-yilgacha Aqullarga qaram bo'lib yashadi. 6-asrda yashagan Arman tarixchisi Lazar Parbiskiy mundaq deb yozadi. Firuzning Eronni iftalitlarga, ya'ni Aqullarga demoqchi, ularga sotqanligini va uning qulluqdan hech qachon qutulmasligini g'amkinlik bilan ta'kidlagan. Aqullarga Iftalanusdan keyin Turamxon, Mehrikura qatorliq kishilarning podsha bo'lganligi ma'lum. Buningdan keyingi podsha Gatpara bo'lsa kerak. Shuningdek bu qitimliq o'qishimiz mushagich bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Alloh omonat.